Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana men borki bir 15-16 yildan beri mana shu uch shoxli neri bo'yicha bemorman. Shu boshlanishida shu davolandim. Больницаlarda yotdim. Neyropatologlarda davolandim, klinikalarda yotdim. Bu foydasi bo'ldi-yu, shu vaqtincha bo'ldi xolos. Shu keyin oxirgi marta boringki bir oylar bo'ldi. Shu juda qattiq shu qo'zg'ab qoldi shu uch shoxli nervim. Shunda hattoki hushimdan ham ketib qoldim. Juda qiynaldim, azob chekib yurardim. Bir internetda shu Andijon viloyatidan Dilmurodjon tabibni o'qib ko'rib qoldim. Shu telefon orqali muloqot qilib, shu keling mayli davolaymiz shu asalari bilan deb shunaqdi. Mana kelib shu yerda mana bir kurs 7 kun lecheniya oldim. Kelgan edi, yana bir hafta dam olib yana keling dedi. Yana keldim. Xudoga shukr, mana Xudoga ming qatla shukr, mana hozir yaxshiman. Hech qanaqa bezovta qilgan yo'q. Alloh Xudo endi bunaqa dardni hech kimga bermasin. Bitta uch shoxli nerv bas. Boshqa kasalliklar bo'yicha ham misoldan shu Dilmurodjon tabibga uchrasalaring, kelib shekka uchrasalaring, mana ko'z ostimda boshqa kasalliklarni ham davolashib chiqib ketishyapti. Shu asalari bilan davolashyapti. Shu o'zim gaplashdim, ko'rdim shularni davolanayotganlarni, guvohi bo'ldim.